20 kun oldin kivi urug'larini undirishga qo'ygan edik. Kanalda videosi bor. Mana deyarli hammasi unib chiqishni boshladi. Bugun biz bularni tuproqqa ekamiz. Hozir hammasini ko'rsataman. Tuproqqa ekkanimizdan keyin xudo xolisi juda ham tez unib chiqadi. Faqat to'g'ri ekish kerak. Bizga kerak bo'ladi yengil unumdor tuproq. Urug'larni ko'mish uchun mayda vermikulid. Agar vermikulid bo'lmasa, shu tuproqni elib ham ishlatsanglar bo'ladi. Ekish uchun idish, albatta tagida teshalari bo'lsin. Oddiy ichi ko'rinadigan paket va suv. Tuproqni idishga solamiz va tuproqni yaxshilab namlaymiz. Tuproq nam bo'lishi kerak. Do'stlar, har doimdek Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlatdim. Zo'r tuproq, deyarli hamma xonagullarga to'g'ri keladi. Kimga qiziq bo'lsa, men bugungi storiesda silkasini qoldiraman. Mana tuproqni yaxshilab namladik. Endi nishotishni boshlayotgan urug'larimizni tuproqning ustidan terib chiqamiz. Mana urug'larni tuproqning ustidan qo'yib chiqdik. Endi bu urug'larni mayda vermikulid bilan ko'mamiz. Agar vermikulid bo'lmasa, shu tuproqni o'zi bilan ko'msanglar ham bo'ladi. Faqat buni mayda qilib elib olish kerak. Do'stlar, ko'mganda ham chuqur ko'mmanglar. Nomiga ko'msanglar yetadi. Yarim santimetr ko'milsa yetadi. Urug'larni ko'mgandan keyin albatta vermikulidni ham namlab olinglar. Va oxirida salofan paketni ichiga solib qo'yinglar. Paketni ichiga solib qo'yasizlar, faqat paketni tepasi mana shunaqa ochiq turishi kerak. Unib chiqquncha paketi turadi, keyin chiqarib qo'yasizlar. Do'stlar, bu xudo xolisa tez unib chiqadi. Men sizlarga albatta natijasini ko'rsataman. Misol uchun o'tgan kuni marakuyalarni xuddi shunaqa qilib ekib qo'ygan edim. Mana deyarli hammasi unib chiqdi. Bularni men sizlarga alohida video qilib ko'rsataman. Do'stlar, mehnatimizga bitta yurakchani qizartirib qo'yinglar va bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.